Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar. Men Sharq Turkistonning Xotan viloyati Gumunayistim. Ismim Muhammad Emin Osman. Men 2017-yili 12-oyning 17-kuni Qirg'izistondan Istanbulga keldim. Bu Istanbulga kelishimning sababi men 2012-yildan boshlab Qirg'izistonda tijorat qilatdim. 2017-yili tuyuqsizlan pasportimga chekit urib qolganini bayqadim. Onun yüzden ben İstanbul'a kelishga majbur bo'ldim. Men hozir oilam bilan aloqalashmoqligim uchun oilamdan 5 kishi, 6 kishi Xitoyning kampusida bo'lganligi uchun Xitoyning ustidan shikoyat qilmoqchi, ham guvohlik bermoqchi. Mening akamning ismi Muhammad Abdulla Osman. Bu 2017-yili 6-oyda yig'ilish lageriga olib ketgan. İzdiriki yo'q. Yengem ayali hamdi. Yengem Buzra Emin. Bunimi 2017-yili 7-oyda olib ketgancha onunga 5 yil 6 oylik hukm chiqibdi deb anladım. O G'o'zining turmusi ekan. O hozir mang'anmaydi ekan, palash ekan. Shunda holatdimi oilasiga qaytarib bermabdi. Singlim Munavvargul Osman. O 36 yoshga kirdi. Mening bir talla singlim, bir talla ocham bor. 3 akam bordi, birisi memlekette lagerda, ikkisi mush qishimda. Bunun yana bir inim bor. Achamning o'g'li, ikkinchi o'g'li Mutallib Nurahmat deb. Buningga 8 yillik hukm chiqdi deb anladim. Bu turmada. Buni 2013-yili akir ketgancha hozir qadar texi nadilikini aniq emas. Hukm chiqdi deb anladim, bilmayman. Adil Abdumet bu mening ikkinchi akamning o'g'li. Onimi lagerda Qirg'izistonga tijoratdan chiqqan deb, Qirg'izistonga chetelga chiqqan deb lagerga kirib olgan. Onimi tarbiyalashdi. Eng kichik singlim, jiyan qizim, Muhammad Abdulla Osmanning qizi, kichiki Muyassar deb bir qizi bordi. Bu qiznimi o'qigan, dinda o'qigan deb onimi lagerga kirib olibdimish. Men ularga aloqam uzildi. Men Xitoy hukumatidan mushu mening urug' tuqqanlarimni darhol qo'yishni talab qilaman.